Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar, hammangizga xayrli kun. Agarda sizda sochda muammo bo'layotgan bo'lsa, shampunlar, har xil gellar foyda bermayotgan bo'lsa, demak haqiqatdan ham sizda normal muammo bor. Xitoy xalq tabobatida soch to'kilishlarini yoki siyraklashishlarni umuman shampunlar bilan davolamaydi. Ularda birinchi qilinadigan ishi buyrakka quvvat berish hamda qonni to'yintirish hisoblanadi. Aynan sizni qoningizni to'yintirib, buyuragingizga quvvat beradigan mahsulotlarimizdan qora kunjut. Bu shunaqangi buyrakka to'yintiradi, qonga kuch beradi. Qarabsizki, sochlaringiz baquvvat bo'lib o'sishni boshlaydi. Ikkinchi o'rinda Xitoy xalq tabobatida ishlatiladigan narsa bu chilonjida hisoblanadi. Ikkalasi qo'shilgan paytda buyrak quvvatlanadi, soch ildizlariga normal qon kelishni boshlaydi. Qarabsizki, sochlaringiz mustahkam, jilovdor bo'ladi, hech qanaqangi shoxlanib, qurbab ketmaydi. To'kilishlarni to'xtatib beradi. Va uchinchi o'rinda men sizga tavsiya qiladigan narsa bu suyak kollageni. Yaxshigina mana ko'zning kollagen kalsiysi bilan birgalikda. Agarda siz mana shu narsalarni to'xtatmasdan o'z iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bir oyda natijasi chiqishni boshlaydi. 3 oyda ichib boradigan bo'lsangiz, soch taragan paytingizda ham to'kilishlari to'xtaydi, sochlaringiz juda chiroyli bo'ladi. Kal bo'lishni oldin olib beradi sizga. Sog' bo'ling, go'zal bo'ling.